Bir oy oldin masjidga kelgandim. Men bu vatostoklarni montajini qilganman. Shunaqa endi dogovor bo'ldiki, o'zimiznikilardan ish oldim. Shunda ishni tugatsam, pulini sразу sanab beramiz dedi. İşte tugatdim. Puldan darak yo'q. Yana kartamga tushish kerak. Hozir tushadi tashiyman. Hozir tashlash kerak. Shunaqa gaplar xolos. So'kar janjal bilan 2 kunda pulimni tashlab berishdi. Endi yana ishga chaqirishdi. Yana 1 oy o'tib. Narxni bosib aytdim. Meni chaqirishmasin deb rozi bo'lishdi. Xolos aytdimki 5000 rubl tashlab berasan, men boraman. İş joyida sразу передоплата pul berasan, ishni boshlayman deb 5000 rubl tashlab berdi. Keldim. 1 soat o'tirdim. Pul hozir tashiyman, mana tashiyman. Men aytdim, ish boshlaganim yo'q. Agar tashlamoqchi bo'lmasam, hozir yana kaminada turaman, 20 minut qaytib ketaman. İşing ham qoladi, 5000 rubl menga kompensatsiya. Tipa vaqtimni yo'qotganim uchun dedim. Oxiri majbur yana qolgan pulni ham tashlab berishdi. Endi ishni boshlayman. Ajab qilamanmi? Shunaqa qilish kerak. Shu puldan va'da qilib vaqtida bermaydiganlar bilan shunaqa ishlash kerak. Boshqa variant yo'q.